Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerikaning Xitoydagi elchixonasi Twitter orqali To'lqin Ayso apandini tabrikladi. Sulton Sulaymonning maybo'yoq rasmi setildi. Uyg'ur madaniyatidagi yorqin namoyanda Abduva va Chilopchi haqida. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Növbətdə Nyu-Yorkda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının yerlik millətlər məsələsi munbir yığını qatnaşıyotqan To'lqin Ayso apandi Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millatlarning navbatda uchrayotgan insoniy xo'rliqlari, til va madaniyat cheklamalari, Xitoyning jazo lagerlari qamalgan 2 milliondan ortiq begunoh insonning chekayotgan azoblari haqida so'z qilgan, shundaqla xalqaro jamiyatdan Uyg'urlarning ahvoliga jiddiy muomala qilishni va jazo lagerlarining taqalishi haqida Xitoy hukumatiga besim ishlatishni talab qilgan edi. Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasi Twitter'dagi rasmiy sahifasida tövəndikilarni bildirgan. Kishilik huquq faoliyatchilari Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatida besim və təhdid uchirmay turib o'zining ovozini anglata olish kerak. Biz To'lqin Ayso apandining Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatida Şinjandagi kishilik huquq krizisini o'tirib qo'yish imkoniga erishganligidan mamnun bo'ldik degan. Twitter'dagi bu tabrik so'zlari Xitoycha va ingliz ikki xil tilda e'lon qilingan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar buni To'lqin Ayso apandini Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi harakatlarni cheklashga urinib kelayotgan Xitoyga berilgan bir signal deb qaramoqda. Yaqında Xitoyning Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi sobiq amaldori Wu Xungbu Xitoydagi bir televiziya programmasida qatnashganda o'zining Markaz Germaniyada bo'lgan Şinjanlik mustaqilchi va bo'lgunchi kuchlarning vakilini Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının yig'in maydonidan haydab chiqarganligi haqida davron solgan edi. Biroq Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Ayso apandining bildirishicha, Xitoyning Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatı turishliq mazkur amaldori Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının bexatarlik kuchlariga To'lqin Ayso xalqaro tutish buyruq chiqarilgan terrorchi degan yolg'on ma'lumotni berib, uni shu qatim yig'in zalidan chiqarib o'tilgan bo'lsa-mu, ammo bu masalaga Amerika, Yevropa Ittifoqi va Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının jiddiy aralish sababli To'lqin Ayso apandi Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının yig'in maydoniga qaytadan kirib, Xitoy tarafining suiqasdlarini oshkorlagan. İtaliyalik rəssam Gentile Bellining izbosarlaridan biri sızğan deb qaralayotgan qonuniy Sulton Sulaymonning maybo'yoq rasmi 5 million 323 ming 500 funt sterlinga setildi. Turkiya ovoz radiosi xabari. Londondagi baho talashtirib setish o'rnining Islom dunyosining san'atlari nomli qadimiy asarlari tunugun bozorga selindi. Zosbining bu vaqtdagi bayonotida baho talashtirib setish doirasida bozorga selingan 311 parcha asarning orasida İtaliyalik rəssam Gentile Bellining izbosarlaridan biri sızğan deb qaralayotgan qonuniy Sulton Sulaymonning maybo'yoq rasmining 5 million 323 ming 500 funt sterlinga setilganligi bildirildi. Podshoh taxtga o'tirgan 1520-yillar atrofida Vendikda Osmonli saroyiga kirib chiqa oladigan g'arblik diplomatlarning ta'riflashlariga asosan sızilgan bo'lishi mumkin deb qaralayotgan maybo'yoq rasm baho talashtirib setishga so'nilishdan ilgari 250 ming bilan 350 ming funt sterling oraliqida setilishi mumkin deb qaralmoqda edi. Zospining O'rta Sharq va islom san'atlari mutaxassisi Aleksandr Roy baho talashtirib setish faoliyati to'g'risida oldin ma'lumot berib, qonuniy Sulton Sulaymonning maybo'yoq rasmining eng qimmatli ikki asarining biri ekanligini aytgan edi. Örf-odat bir millatni tutib turadigan eng muhim omillarning biri. Shundaqla u ba'zida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Örf-odatning bir millatni yana bir millatdan farqlantirib turishidagi osmolasiyadan saqlab qolishdagi roli bakli muhim. Uyg'urlarning madaniyat qatlamidagi mazmunlar uzoq mazgillik tarixiy taraqqiyotning mahsuli. Shonliq madaniyatimizning ijodchisi bo'lgan to'hbikor ajdodlarimiz tarixdan buyon nurg'un esil madaniyat namunalarini yaratgan. Bu jarayonda dunyoning har qaysi joylaridagi turli irq, millatlarning esil madaniyatini o'zlashtirgan. Abduva Chilopcha. Yo'llarimiz ichidagi tarixiy nisbatan uzun. Ajdodlarimizning boshqa davlat, millat madaniyatidan mustasno holda barliqqa keltirgan. Cho'ng kichik murosim madaniyatimizdagi kam bo'lsa bo'lmaydigan. Eng keng umumlashgan madaniyat an'anasi. Biz turli murosim faoliyatlarimizda yoki oddiy mehmondorchilik ishlarimizda mehmon uyga kirgandan keyin uy ichi balajaqa, navr-chavirlarning xotirjamlik uchun duo berdi. Uningdan keyin sohibxon bir qo'lida Abduva, yana bir qo'lida Chilopcha, murisida yoki bilikida lungi ko'tarib, mehmonning oldiga Chilopchini qo'yib, yerim inishgan holda Abduvadagi suni mehmonning qo'liga oz-ozdan yenib qo'ydi. Qo'l yuyish cho'qim 3 qatim yoki 5 qatim ish qilib taq bo'lish kerak. Abduva cho'ginga o'xshash bo'lib, o'xshamaydigan yeri bo'yi sal egiz, uzunchaqroq bo'ladi. Egizligi odatda 30 cm dan 50 cm gacha. Qo'rsoq qismi cho'gindek yumaloq emas, so'zinchaqroq bo'ladi.
Qo'rsoq qismiga turli naqshlar tushirilgan bo'ladi. Bosh qismi cho'ginga o'xshash tutqichiga chetiqliq bo'lib, suv quygan va suvni to'kkan chaqda obtuva eg'izining tushib ketishidan saqlanғili bo'ladi. Obtuvaning cho'gindan farqlanib turadigan eng ro'shan alohidaligi uning cho'g'isi. Obtuva cho'g'isi nihoyat nafis es xat shaklida yasaladi hamda chiroyli naqshlar o'yiladi. Cho'g'isining suv tushadigan qismiga nefis tilchaq qo'shib qo'yilgan bo'lib, buning yuqorqidek ikki jihatda ahamiyati bor. Birinchi, mehmonning izzati. Mehmonning qo'liga suv berganda suvning chechilib ketishi yoki suvning ko'p tushib ketib, mehmonga behurmatlik tuyg'usi berib qo'yishning oldini olg'ili bo'ladi. Ikkinchi, rayonimizdagi suv qis, qurg'oq rayonga nisbatan suvni haddidan ziyod isrof qilib etmaslik, tejashlik bo'lishni ishga oshirish. Chilapcha. Yumaloq chambarsimon yasaladi. Odatda diametri 30 cm dan 40 cm gacha qilib yasaladi. Qurilma jihatdan futbol maydoniga bakrak o'xshab ketadi. Cho'risi egizrak, o'ttirsi pasrak. Bundaq bo'lishi chilapchiga tushgan suvning yig'ilib bir yerga yig'ilish uchun. Chilapchi o'ttirsida yana chiroyli naqshlangan har ko'nikiga o'xshash yopqish o'rlashtirilgan. Yopqishning yuqorqidagi ikki xil ahamiyati bor. Mehmonning qo'liga suv berganda chilapchiga eqib tushgan suvning ziyoda chachirab kiyim-kechak va atrofni bulg'ishining oldini olish. Chilapchiga yig'ilib tushgan suvning ko'ngilni g'ash qilib qo'yishining oldini olish alohidaligiga ega. Chilapchining yopqish qismi va yuz qismiga chiroyli naqshlar o'yiladi. Lekin bahsich bo'lib ketsa bo'lmaydi. Obtuva bilan chilapchini ayirib ishlatishga bo'lmaydi. Mehmondorchiligimizdagi bu guldonlar mangu sehr kuchini va ahamiyatini yo'qotmag'ay. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.